Mana yurushlari, sigirlari mana. Anjoni sog'lom. Idishlarni ko'rib o'rasizlar, bolasiga e'tibor beringlar mana. Assalomu alaykum. Chorva olamining aziz obunachilari. Mana bugun o'zimizni Farg'ona viloyat Quva tumanida o'zimizni Shved Qirg'izistondan o'tgan toza suti 12 ta 13 litr suti bor. Bo'ylari 1.30 plyusda. Xudo xolasa o'zimizni xonadonimizdan ishonchli sigir. Bu birinchi sigirimiz. Hozir ikkinchi sigirlarimizni ham ko'rsatamiz. Birinchisining ma'lumotini berib olay. Tanijoni sog'lom, uchinchi bolasi. Tutoylari ham uzun mana arqa oldi ketlari bir xil. Mana tutoylarni ham ko'rib, xudo xolasa molimiz yuvosh, tanijoni sog'lom, sog'ilish jarayonlarigacha videosini qilib ko'rsatib beramiz. Hozirda narxini aytib o'taman. Xudo xolasa narx yo'qsa pastdagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib WhatsApp, Telegram, imo hammasi bor. Xolasizlar qo'ng'iroq qilaverasizlar. Narxi 36 million so'm kami bor. Kelishtirib, xudo xolasa xayrini qilib beramiz. Hozir ko'chaga olib chiqib, yetalashlarni qilib ko'rsatib beramiz. Keyin sog'ilishlar jarayonlarini ko'rsatib beraman. Mana yurushlari, sigirlarimiz mana. Anjoni sog'lom. Idishlarni ko'rib o'rasizlar, bolasiga e'tibor beringlar mana. Bolasi Shved, toza. Mana. Tutoylarga ham e'tibor beringlar. Xudo xolasa yo'lida qilib beramiz. Telefon qilaverasizlar. Narx-navolar aytildi. Xudo xolasa mana yurishlarni ko'rib, nimasini qilaverasizlar. Telefonga aloqaga chiqaverasizlar. Bunachilar mana idirish jarayonlari boshlandi. Xudo xolasa sog'lib nimasini ko'rsatamiz. To'rovni idirib olamiz. Bolasi oldida turadi. Men to'liq ma'lumotini beray deb o'tib ketyapman mana. Mana aziz obunachilar, bolasini oldiga ham baylab oldi. Yaxshilab idirib olamiz. Men hozir sog'ib ko'rsataman. Mana hurmatli aziz obunachilar, mana shular mana. To'rov apparati ishlaydi mana. Yumshoq. Endi videomiz cho'zilib ketmasdan oldin to'rovni ko'rsatib qo'yamiz. Qolgani sog'ib bo'lgandan keyin ko'rsatamiz. Mana idishlarga ham e'tibor beringlar. Hurmatli aziz obunachilar, mana xudo xolasa sigirimiz sog'ilib bo'ldi. Mana idishlari bo'shadi. Qog'ozgina asosan. Mana endi videoni to'liq qilib beryapmiz-da. Mana hozir mana qaymoq. Mana tushlarga e'tibor beringlar. Mana. Hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa like va kommentariyalar kutib qolamiz. Hurmatli aziz obunachilar, mana ikkinchi sigirimizni olib chiqib oldik. Mana tutoylariga e'tibor berib, molimiz xudo xolasa yuvosh, bo'ylari buniki ham 1.30 plyusda. Bolasi mana 5 oylik, qonida 4 oylik xudo xolasa. Bo'g'oz, tiniq, uzib-uziblar qilingan. Qonnidagi xudo xolasa 4-bolasi, bu 3-bolasi. Hozir buni ham aziz obunachilar, bu sigirimizning narxi xudo xolasa yo'lida qilib 36 million so'm kami bor. Buni ham kamini kelishamiz. Video obzorlarini ko'chaga olib chiqib, nimalarni qilib ko'rsatib beraman. Endi videomiz sal cho'zilib ketadi. Like va kommentariyalar yozib qo'yaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi sigirimizni olib chiqdik. Mana tanijoni sog'lom, yuvosh, 12 ta 13 ta suti bor. Endi ichkarida ham sutlarni bir qator aytdim. Endi tashqarida ham bir yo'la aytib o'tib ketdim. 3 oylik, xudo xolasa 4 oylikka bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz. Xudo xolasa mana bolasi ham yoniga yetib qo'ygan. Tanijoni sog'lom. Mana o'ra. Mana bolasiga ham e'tibor beringlar. Hurmatli obunachilar, mana molimiz chehralari, mana tutoylariga e'tibor beringlar. Mana hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa sog'ish jarayonini boshladik. Bolasi hozirgacha yemadi deganlarga mana yemadi. Mol yuvosh, hozir to'rovni idirib, baylab sog'ilish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Aziz obunachilar, hozir sog'ilib ko'rsatamiz. Oxirigacha sog'amiz. Video cho'zilib ketmasin, o videoni sal to'xtatib qo'yamiz.
Hurmatli aziz obunachilar, mana xudo xolasa sog'ib bo'ldik mana. Mana hurmatli aziz obunachilar, mana sutlari. Oshiqroq ham bo'ldi. Mana xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Endi 3-molimizni olib chiqamiz endi. Hurmatli aziz obunachilar, mana 3-molimizni ham olib chiqib oldik. Birinchi tuxurishi 2 kuret ishi, 6 litr suti bor. 6-7 litr zo'r baqsa 6-8 tagacha beradi. Mana molni bo'ylari 120 dan plusda. O'zim o'lchab qo'yganman. Xolasa videolarini ham tashlab beraveraman. Xudo xolasa 1 oylik gumonasi bor. Bolasi 2,5 oylik bo'ldi. Mol yuvosh. Narxi 24,5 million so'm. Hozir tashqariga olib chiqqanda yurmoq turmoqlarni yana ko'rsatib, bir qator narxlarni aytib ham o'tib ketaveraman. Yana eshitmaganlar uchun. Aziz obunachilar, mana 3-molimizni ham olib chiqdik mana. Bolasi xonajin ichkarida ma'lumotlar berildi. 6 litr suti bor, mol yuvosh, tan jon sog'lom, birinchi tug'ishi. Pullari ixcham so'raganlari uchun hozir tashqarida ham yana bir qator aytib o'taman, 24,5 million so'm kami bor. Kamini kelishib beriladi. Xudo xolasa 1 oylik gumonasi bor. Mana bolasi toza shved. Xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hurmatli obunachilar, mana endi sigirimizni olib kirdik, joyladik. Endi sizlarga sog'ilish jarayonlarini ko'rsatib beraman. Hurmatli aziz obunachilar, mana idirish jarayonlari boshlandi. Yaxshilab idirib olinadi, oldiga baylanadi, yana jaqintagiga. Hozir ko'rsataman. Mana hurmatli obunachilar, sog'ilish jarayonlari bog'lashlar. Mana orqalari. Mol yuvosh, qil tatmaydi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana oxirgi molimizni ham sog'ib netib bo'ldik. Shularni o'ta yuvosh mana. Odam tanlamaydi. Mana qayma voy. Xudo xolasa aziz obunachilar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana shu telefon pastdagi nomerda WhatsApp, Telegram, imo hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa yo'lida qilib nimalarni qilaveramiz. Agar ma'lumotlarni yetkazira olmagan bo'lsak, telefon qilasizlar, qolgan ma'lumotlarni ham beraveramiz. Xudo xolasa kommentariya va like va obuna bo'lib qo'ysalaring, men xursand bo'lib qolaman. Xudo xolasa ko'rishguncha.